Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akramov va sizlar bilan 59-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu oddiy kasrni o'nli kasrga aylantirish. Ya'ni bundan oldingi darsimizning teskarisi. Bundan oldingi mavzuda biz o'nli kasrni oddiy kasrga aylantirishni ko'rgandik. Endi esa biz oddiy kasrni o'nli kasrga aylantirishni ko'ryapmiz. Xo'p, oddiy kasrni o'nli kasrga qanday aylantiramiz? Buning uchun o'quvchilar kasrning suratini mahrajiga bo'lamiz. Yana qaytaraman, suratni mahrajiga bo'lsak, demak o'nli kasrga aylanar ekan. Keling bitta misol keltirib o'tamiz. 6 taqsim 5, ya'ni suratda 6, mahrajda esa 5. Buni o'nli kasrga aylantirish uchun 6 ni 5 ga bo'lamiz. 6 ni 5 ga ustuncha shaklda bo'ladigan bo'lsak, 6 ning ichida demak 5 dan necha marta bor? Bitta bor. Bittasi demak 5 bo'ladi va qoldiq 1 chiqadi. Ana endi nima qilamiz? Qoldiq chiqqandan keyin bir butun bo'lib turganini, bir butun o'sha bittadan bor edi-ku, o'shani orqasiga virgul qo'yamiz va qoldiq birni orqasiga 0 qo'yamiz. Natijada o'sha qoldig'imiz orqasiga 0 qo'ygandan keyin 10 ga aylandi va 10 ning ichida 5 dan 2 marta bor. 2 ni beradigan bo'lsak, 5 kere 2 10 bo'ladi va qoldiq qolmaydi. Natijada 1/2 kasr hosil bo'ldi. Qisqa qilib aytganda o'quvchilar, oddiy kasrni o'nli kasrga aylantirish uchun kasrning suratini mahrajiga bo'lar ekanmiz. Natijada u o'nli kasrga aylanadi. Xo'p, bu darsimizning nazariy qismi edi. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu oddiy kasrni o'nli kasrga aylantirish. Xo'p, buning uchun o'quvchilar, ya'ni oddiy kasrni o'nli kasrga aylantirish uchun o'quvchilar kasrni suratini mahrajiga bo'lamiz. Demak, bizga quyidagicha kasr berilgan bo'lsin, 31 taqsim 25. Bu kasrimizni o'nli kasrga aylantirish uchun suratni mahrajiga bo'lar ekanmiz demak. Demak, 31 ni 25 ga bo'lamiz. Xo'p, mana 31 bo'lingan 25. 31 ning ichida 25 dan 1 marta bor. Bittasi 25, 1 kare 25 25 bo'ladi va 31 dan 25 ni ayirsak 6 qoladi. Bunaqa holatda 6 qolgandan keyin tepadan tushiraman desam boshqa son yo'q. Bunaqa holatda bo'lishni davom ettirishimiz mumkin. Qanday qilib? Butun qismiga virgul qo'yamiz. Ya'ni 1 edi, 1 butun qilamiz, virgul qo'yamiz va qoldiqqa esa 0 beramiz. Yani 6 qoldiq edi, 0 berdik, 60 bo'ldi demak bu. Ham virgul berar ekanmiz, ham 0 berar ekanmiz. Va 60 ning ichida esa 25 dan 2 marta bor. Demak, 2 kare 25 bu 50 bo'ladi. 60 dan 50 ni ayirsak 10 qoldiq qolyapti. Har qoldiq qolganga demak orqasiga 0 bersak bo'ladi. Ya'ni 10 qoldiq qolgan edi, yana 0 beramiz orqasiga. 100 bo'ldi. 100 ning ichida esa 25 dan 4 marta bor. 4 tasi 4 kere 25 100 bo'ladi. 100 dan 100 ni ayirsak mana 0 qolar ekan. Xo'p, natijada 31 taqsim 25 1/100 dan 24 ga teng bo'ldi. Ana endi esa ikkinchi kasrimizga o'tamiz. 8 taqsim 5. Buni ham o'nli kasrga aylantirish kerak. Xo'p, bu uchun ham o'quvchilar suratni mahrajiga bo'lamiz. Ya'ni 8 ni 5 ga bo'lamiz. 8 ni 5 ga bo'lsak, 8 ning ichida 5 dan 1 marta bor. Bittasi demak 5 bo'ladi. 8 dan 5 ni ayirsak 3 qoldiq qoladi. Va yana butun qismga virgul yozamiz va 3 ning orqasiga 0 yozdik. 30 bo'ldi. Natijada 30 ning ichida 5 dan 6 marta bor. 6 kare 5 30 bo'ldi va 30 ni 30 ni ayirsak mana 0 qoldi. Demak, 8 taqsim 5 kasrimiz 1/10 dan 6 ga teng ekan. Tushunarli bo'layotgan bo'lsa, ana endi navbatdagi kasrlarimizga o'tamiz o'quvchilar. Xo'p, demak 63 taqsim 25. Buni ham o'nli kasrga aylantirish kerak. U uchun 63 ni 25 ga bo'lamiz. 63 bo'lingan 25 mana. 63 ning ichida 25 dan 2 marta bor. 2 kare 25 50 bo'ldi. Xo'p, 63 dan 50 ni ayirsak 13 qoldiq qoldi va qoldiqqa 0 beramiz. Butun qismga esa virgul qo'yamiz. 130 ning ichida 25 dan 5 marta bor. 5 tasi 125 bo'ladi va 130 dan 125 ni ayirsak 5 qoldi va qoldiqning orqasiga yana 0 berdik. 50 bo'ldi. 50 ning ichida esa 25 dan 2 marta bor va 50 bo'ldi, 0 qoldi. Xo'p, 63 taqsim 25 imiz 2/100 dan 52 ga teng ekan. Xo'p, ana endi esa navbatdagi kasrimizni ko'ramiz. 13 taqsim 50.
Buni ham oddiy kasrni ham, bu oddiy kasrni ham o'nli kasrga aylantirish uchun suratni mahrajga bo'lamiz. Ya'ni 13 ni 50 ga bo'lamiz. Xo'p, 13 ni 50 ga bo'ladigan bo'lsak, 13 ni ichida 50 dan bitta ham yo'q. Ya'ni 13 shundoq ham kichkina son. Shuning uchun 0 butun deb olamiz. Ya'ni birorta ham butun qismga ega emas. Demak, 0 butun deb olamizda 13 ning orqasiga 0 qo'yamiz. 130 bo'ldi. 130 ning ichida esa 50 dan ikkita bor. Ikkitasi demak 2 kara 50 100 bo'ladi. Xo'p, 130 dan 100 ni ayiradigan bo'lsak, mana 30 qoldi. Ana endi 30 qolgan orqasiga yana 0 beramiz. 300 bo'ldi. 300 ning ichida esa 50 dan 6 marta bor. 6 tasi mana 300 bo'ldi va natijada 0 hosil bo'ldi. Demak, 13 taqsim 50 0,126 ga teng ekan. Xo'p, o'quvchilar, bu darsimizning oxiri edi. Birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar tug'ilsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Eldor Akramov va Buxoro matematika maktabi bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha